ko'rmagan. Bir sutka o'tasizlarmi shunda? Ha, ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. Uxlasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirtimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana Onyx bilan Trackerchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy. Neza taksiga pul beribsiz. Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voylar. Yo'q, nima bu? Voylar. Pul qani qilsa? Bilmay, musorga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodim-siz, jannatim. Musurkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, Cobalt olaman deb. Musirchikda puli yo'q, qaysi puliga mashina oladi? Enangni yerini puliga oladi. Aytdim o'shanda onangga, abort qil shuni, abort qil devdim. Kimni? Musirchikni. Enangni yerini. Qayerga boramiz? Qayerga boramiz? Pulimiz yo'q. Qayerga boramiz?